Ruxsat berish amaliyoti. Biz juda ham ko'p hayotimizni, juda ham ko'p jabhalarida o'zimiz ruxsat bilib bilmagan holatda ruxsat bermaganimiz tufayli o'sha voqeliklar sodir bo'lmaydi. O'sha voqea hodisalar hayotimizda ro'y bermaydi. Misol uchun, yaqindagina bir mijozim aytayapti, turmushga chiqishni xohlayman, lekin nimagadir turmushga chiqishimga yo'llarim ochilmayapti. Sovchi keladi, bir keladi, shu bilan qaytib ketmaydi. Bu mavzuda juda ham ko'p qizlar ichkami to'ldirib yozishadi. O'zini turmushga chiqishga o'zida ruxsat yo'qligi sababli bo'ladi. Bu narsani, ya'ni ong ostimdagi bloklar bilan ishlashni xohlayman, raskopga olishim kerak yoki konsultatsiya olishim kerak deyishga hojat yo'q. Bittagina shu ruxsat berish amaliyoti orqali juda ham ko'p hayotingizdagi to'siqlarni, ong osti bloklaringizni yechishingiz mumkin. Juda ham oddiy, buni o'rganib olsangiz, o'zingiz ham rohatda yoza boshlaysiz. Va u insonga aynan shu ruxsat berish amaliyotini berganman. Endi salomatligi bo'yicha tuzalishni xohlayman, lekin hech bo'lmayapti. Unga ham ruxsat berish amaliyotini berganman. Juda ham katta natijalar bo'lgan. Pul yo'llarini ochish bo'yicha, ya'ni qarzlardan chiqish bo'yicha unga ham ruxsat berish amaliyotini berganman. Oddiy mana shu ruxsat berish amaliyoti orqali hayotini o'zgartirgan insonlar bor. Buni qanday yozamiz? Men hayotimga cheksiz pullar oson va yengil tarzda kirib kelishiga o'zimga ruxsat beraman. Mana pul bo'yicha misol keltiryapman. Boshida men deb yozasiz. Shunaqa bo'lishiga, oxirini o'zimga ruxsat beraman deb tugatasiz. Mana misol uchun kimdir sizga qanaqadir munosabatda bo'lmayaptimi, siz nom berib o'tiraverasiz. Menga shunaqa qilyapti, boshlig'im bunaqa qilyapti, turmush o'rtog'im bunaqa qilyapti, haqoratlayapti, nimadir qilyapti. Nom bergan saringiz o'sha sayyoradan, o'sha o'lchamdan yuqorila olmaysiz. Ya'ni hali ham o'sha o'lchamdasiz degani. Siz nom berishlardan chiqish uchun har bitta sizga yoqmaydigan vaziyatda ruxsat berish amaliyotiga solasiz, ya'ni yozasiz. Buning uchun alohida daftar tutasiz va kun davomida kamida 20 ta ruxsat berish, ya'ni mavzular topasiz. Hoziroq sizni hayotingizga qancha pul kirib kelsa sarflashga tayyorsiz o'ylab ko'ring va shu summani kommentariyga yozing. Misol uchun, men hayotimga $10,000 pullar kirib kelishiga ruxsat beraman va bemalollikda sarflashga o'zimga ruxsat beraman. Ha, shunday bo'lsin, ilohim shunday bo'lsin deb kommentariyga yozib qoldiring. Bu borliqga murojaat bo'ladi. Ruxsat berish amaliyotini ham birinchi, ikkinchi, uchinchi kuni qiynalishingiz mumkin. 3 kundan o'tib olganingizdan so'ng ijodingiz qaynaydi, ilhomingiz qaynaydi. Ruxsat berish amaliyoti orqali juda ham katta yutuqlarga erishishingiz mumkin. Misol uchun, ertalab qayergadir bormoqchi bo'lib turibsiz, o'sha bormoqchi bo'lgan maskaningizga oilaviy borishni xohlayapsiz, turmush o'rtog'ingiz yo'q, men bormayman, o'zlaring borib kelinglar deb qaysarlik qilyapti. Turmush o'rtog'ingizni ham o'sha joyga olib ketishga ko'ndirish uchun ruxsat berish amaliyotidan foydalansangiz bo'ladi. Men, turmush o'rtog'im ham biz bilan shu yoqqa indamasdan xo'p degan holatda ketish kerak. Nima deysiz? Turmush o'rtog'im ham biz bilan boradigan maskaningizga aytasiz, shu yoqqa osongina men ham boraman deb birgalikda borishiga o'zimga ruxsat beraman. Hamma narsani so'zsiz bo'ladi. Bilasizlarmi, o'xshasa o'xshamasa yozavering. Yozgandim o'xshamadi-ku deb to'xtab qolmang. O'xshasa o'xshamasa yozavering. Hech qachon yengilmang. Yozish orqali ong ostingizga o'sha ssenariylarni kiritasiz. O'zgartirmoqchi bo'lgan vaziyatlar, o'zgartirmoqchi bo'lgan shaxslar, o'zgartirmoqchi bo'lgan lahzalar, vaziyatlar hammasini ruxsat berish amaliyotiga solib yozing. Guruhni kuzatsangiz, ruxsat berish amaliyotini yozgan insonlarni ko'rib ham albatta o'rganib olasiz.